Va nihoyat bu qishloqchaga ham yetib keldik do'stlar. Sizlar bilan men Phoenix. Hop. Do'stlar, biz qishloqchaga yetib keldik. Merda uyi yo'q, bu merda uyi emas ekan. Ozgina adashdik. Yo'q, kichkina uy emas. Hop, menimcha mana bu uy bo'lsa kerak. Merda uyi shu deyishgandi. Va hozir ko'ramiz. Da. Assalomu alaykum janob mer. Phoenix, keldingmi? Ha. Menga uy beraman degandingiz, mer. Do'stlar, kim bilmasa, mer meni tog'am. Ha, Phoenix. Sen qishloq boshidagi temirchini uyini ol. Temirchini, hop. Bo'pti, yo'q, janob mer. Ha, shunday bo'lsin. Hop. Tog'a devorardim. Xullas, qishloq meri meni tog'am bo'ladi. Ey, yiqilasan u yerdan. Men shunchaki quyoshdan bahramand bo'lyapman. Mayli. Hop. Endi men o'zimni uyimga borsam, mana bu hozirgi jitelmidi? Quyoshdan bahramand bo'ladigan jitel. Mana bu temirchini uyi qishloq o'rtasidagi nima bo'lgan bu uyga? Tog'am menga shunaqa uyni ravo ko'rdimi? Bo'pti, hozir unda tog'amga baqirib chaqirib kelaman. Lekin undan avval hop qishloqdagi mana uyga kirib, assalomu alaykum. Va alaykum. Hop, siz sotuvchimidingiz? Ha, men sotuvchiman. Xullas, menga mebel va nima desam bo'ladi? Ovak plank bilasiz-a? Da. Ovak plank. Ha, do'stlar, ovak plank bo'larmidi? Kommentga yozib ketinglar. Ovak plank, короче, berishingiz kerak. Balla. Keyin tosh и boshqa asbob uskunalar. His qilamiz. Qishloqdagilar juda g'alatam ekan. Hop, men unda tog'am oldiga bir borib kelay. Voy, tushib ketdim oyog'im. Hop. Tog'a, Mer deb chaqir. yo'q, nimaga menga musor bo'lib qolgan uyni berdingiz? Ha, senga endi qishloqda bundan boshqa uy yo'q. Hop, mayli. Do'stlar, tog'am qilganini qarang, o'z jiyaniga ravo ko'rgan uyini. Ha, tog'a. Ha, mayli, nima bo'lsa ham endi qishloqda boshqa uy yo'q ekan. Shunga ko'namiz endi. Boshqa ilojimiz yo'q. Bundan boshqa sotuvchi meni mebellarim mabodo kelmadimi? Ha, seni mebellaringni olib kelib bo'lishgan. Qayerdan qanday? Sendan oldin xullas tog'ang menga aytib qo'ydi. Nima, mer seni tog'angmi? Ha, men tog'am. Ha, mana bu sandiqdan olaver. Hop, men richak aytmagandimmi? Yo'q, richak senga emas. Prosta richakni sotmoqchiman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Hop, bularni olmasam men hozirda bo'lmaydi. Buni qurishim kerak axir. Yana biron kun kelaman. Ha, kelib tur. Do'stlar, qonim ochib ketdi. Ana savollarni bittasini uxlataymi ekan? Yaxshi, nimasi kerak? Meni tog'am-ku. Ana endi bulardan men o'zimga hozir uyimda versagim ham yo'q. Bu uyda sekin qochaveramiz. Stop, mana shu uyda non yo'qmikan? Bor ekan. Mana o'rniga narsa qoldirib ketdik. Yo'q, biz o'g'ri emasmiz, prosta o'rniga narsa qoldiryapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu siznikimidi? Ha, meniki. Nimaga olding? O'rniga pichan qo'yib qo'ydim. Ha, mayli. Qishloqda odamlar yaxshi ekan lekin. Do'stlar, kim bilmasa men короче gripp bo'lib qolganman. Ovozim o'zgarib qolgan bo'lsa, endi boshqa iloji yo'q. Hop, mana uni buzishim kerak edi. Voydod, mana toshlarni ham alishtirishim kerak edi. Yo'q, alishtirib tashlay bo'ladi. Yaxshisiga. Bu toshlar ko'rgan ko'zim yo'q, chiriq toshlar. Chirib sinib ketyapti hatto. Hop, yog'ini ham alishtiramiz.
Bu yoqda qanday alishtiraman? Lava oqib ketadi. Yo'q, oqmadi. Qatib qolgan shekilli lava ham. Qishloqda ahvoli dodlayapti-yu do'stlar. Kommentariyaga yozib ketinglar, bu uyda yashaymi, yashamaymi. Voy. Xullas men tog'amdan boshqa uy so'ramoqchiman, lekin bu qishloqda agar siz so'rasangiz, men mana shu uyda yashayman. Keyinchalik ham. Sizlar yo'q desangiz, albatta bu uy menga ham kerak emas. Hop. Bu bloklar buzib tashlaganim o'zim uchun yaxshi. Mana bu yoqda qora blok bor ekan, uyda ichidan buzaman buni. Mana shunaqa bloklarni do'stlar kim bilmasa yomon ko'raman. Chunki u daraxt nima deydi g'alati. Ichkari ham albatta men kutganimdek ekan. Oho. Mayli, boshqa ilojim ham yo'q baribir. Bu qora taxtalarni olib tashlaydi. Menga bu narsalar umuman yoqmaydi. Do'stlar, sizga qaysi taxta yoki bironta blok yoqmaydi? Kommentariyaga yozib keting. Buni ham inobatga olaman. O'qib har bittangizga javob yozaman do'stlar. Xo'p. Endi tomon ahvolini. Tomonda ham albatta mog'orlar. Ikkinchi qavatim bormikan meni? Yo, ikkinchi qavatim bor ekan. Bu yerni keyinchalik o'zimizga ta'mirlab olamiz va tom qilib olamiz o'zimiz uchun. Tomim chiri yotibdi. Mana bu yerlar ham mog'or bosib yotibdi. Bu ham mog'or bosib yotibdi. Xo'p, endi mana bu qora taxtalarni alishtiraman. Hop. Shota qishloqlar menga juda g'arat qarashyapti. Qishloqlarni ko'rsam asablarim qaynab ketadi. Chunki normalniy qarab normalniy gapirishmaydi. Muomalasi yo'q qishloqlarda. Shaharda barib menga yaxshi edi, lekin yozgi kanikul boshlandi va ota-onam meni bu yerga jo'natishadi. Xo'p, buni ham almashtirib bo'ldik. Endi mana bu yer bloklarini, to'g'rirog'i tosh bloklarini alishtirsak, hammasi juda chiki bo'ladi. Bu nima do'stlar? Stop. Hozirgi narsa nima edi? Stop. Tushib ko'rish kerak. Yoki tushgani ham qo'rqyapti. Ko'mir bor ekan. Bu yerda kimdir yashaydimi? Yo'q, sandiqda hech bola yo'q. Hop. Mana bu yerda cho'ta ortiqchalik qilyapti. Do'stlar, temir eshik ochiladimi? Yo'q, ochilmaydi. Bizga richak kerak. Hop. Do'stlar, richak sotuvchi sotadi. Sotuvchi deyman, sotuvchi richak sotadi. Demak, sotuvchidan richak olib kelib, u yerda ochib ko'ramiz. Lekin do'stlar, bu to'xtanglar, uyimni avval qurib olay. Stop. Bu narsa do'stlar, sizlar ham u yerda ko'rdingizmi? Uyimda tagida qanaqadir uy bor. Buni albatta men tog'amga aytishim kerak. Tog'am o'zi nima qiladi? Qornim ochib ketdi. Kech ham tushib qolibdi. Menimcha ertaga aytishim kerak. Hop, mana bu jitelni uyga kirib narsa olsam bo'ladi. O'zi ruxsat bergan. Men hech bolani va hech kimni tanimayman. Hop, buni yeb olaman. Hoy, uyga kir. Hop. Senga teppa, uyga kir. Yaxshi. Hop. Hop, uxlab olamiz do'stlar. Tong ham otdi va endi men kecha richak sotib olmoqchi edim. Richak. Assalomu alaykum janob sotuvchi. Isming nima edi? Ismim Phoenix. Phoenix. Phoenix, tog'a, Phoenix. 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 Xullas, tog'a, menga richak kerak. Men richagingizdan bitta olsam bo'ladimi? Nima qilasan? Yo'q, prosta eshigimga richak qo'yib ko'rmoqchiman. Mayli. Keyinchalik pulini berasan-da. Tog'amga aytsam beradi. Shunga ham beryapman, bo'lmasa bermayman.
Ha, bo'ldi. Atiga bitta olaman. Okey, mana bunday qilsak. Hop, mana. Batadan rechak oldim. Bo'pti, rahmat. Ha, kelib tur. Muomalasi nimaga bular? Yo'q, muomalasi emas. Ovozlari juda g'alati, menga yoqmaydi. Hop. Do'stlar, shu joyda stop. Mana bu nima do'stlar? 99% odam meni obuna bo'lmasdan kuzatadi ekan. Voy dod. Bu narsani to'g'rilash uchun tezroq tushib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga maroqli hordiq tilayman. Videodan bahramand olinglar. Xayr. Voy, boshim qamallab ketdi. Hop, nima deyotgandim o'zi? Gapim ham bo'linib qoldi. Xullas, rechakni olib keldik. Ana endi bu yerga rechakni men joylab ko'rmasam bo'lmaydi. Qonim qaynab ketyapti. Opa. Do'stlar, bu Nubik Steve to'xtanglar do'stlar. Do'stlar. Yo'q. Buni tezda borib tog'amga aytishim kerak. Nima bu do'stlar? Вообще-то, mana bu qachon foyda bo'lib qoldi? Bunaqa emas edi blok. Mayli. Nima bo'lsa ham bu qishloq menga yoqmayapti. Xo'p, voy, quvvatim ham kam qoldi. Minecraft ko'p o'ynaverganimdan ko'ryapsizlarmi do'stlar? Minecraftni dastini. Yo'q. Men borib buni tog'amga aytishim kerak. Tog'a? Janob mer. Hop. Janob mer. Uy. Amincha makillayapsan. Uyimni ko'rmi? Tagida xullas Nubik Steve'larni o'ligan meni uyimda manyak yashagan ekan. Voy, qo'ysangchi meni kuldirmasangchi, ey. Makillab ham qolyapman. Voy, rostdan. Uyga nima qilding? Bir joyimga tiqdim, sizga nima? Xullas, anovi kursiz bor boshimni qotirmagin, jiyan. Nima, meni prank qilgani keldingmi? Tog'asidan mondo'li gap chiqmaydi. Do'stlar, tog'amni qilganini ko'rdilaringmi? Nima bu? Do'stlar, xullas, nima desam bo'ladi? Uyimni tagida ko'rgan narsalaring kim deb o'ylaysizlar? Stop, sotuvchi rechak sotayotgandi. Hop. Janob sotuvchi, Phoenix emas, Phoenix. Phoenix. Xullas, uyimni tagidan narsa topib oldim. Qanaqa narsa? Do'stlar, mayli, siz adashibman, sizga emas. Do'stlar, makillab qolganini eshitdingizmi? Cho'ta nimadir bor. Do'stlar, mana shu video 20 ta like yeydigan bo'lsa, buni tagiga yetamiz. Xullas, video o'z nihoyasiga yetdi. Uni to'g'rilashim kerak. Xayr sizlarga.